mahallalar bo'yicha chiqariladigan kelishtirilgan mahallalarga chiqariladigan hududlar transferi o'taman. Demak, bizda 4 ta mahalla, Andijon shahar Agrobanki 4 ta mahalla biriktirilgan. Birinchisi bu kengash mafida, Nechgacha tas? Ana shu 4 ta mahallaga 4 ta yo'nalish bo'yicha kredit ajratamiz. Ya'ni Necha kishisi? birinchisi biznesga birinchi qadam yo'nalishimiz, ikkinchisi biznesga uchinchisi mahalla loyihasi va oxirgi 4-chi yo'nalishimiz bu prezidentimiz 2024-yildagi kreditimiz. Endi birinchi yo'nalish bo'yicha biznesga birinchi qadam 5 million so'mgacha 12 oy muddatga imtiyozli davri yo'q. Endi bunda kimlarga beriladi? Shu bizga biriktirilgan mahallalarda istiqomat qilinayotgan jismoniy shaxslarga, ya'ni oxirgi 2 oy davomida rasmiy daromadga ega bo'lmagan jismoniy shaxslar bo'lishi kerak. Ikkinchisi bu biznesga ko'mak loyihamiz, bu 17 million so'mgacha 4 yil muddatga 6 oy imtiyozli davr bilan beriladi. Bu ham kimga beriladi? Shu bizga biriktirilgan 4 ta mahallada istiqomat qilayotgan va oxirgi 2 oy davomida rasmiy daromadga ega bo'lmagan bo'lishi kerak. O'zini o'zi band qilgan jismoniy shaxslar. Uchinchisi bu mahalla loyihasi. Bu demak 50 million so'mgacha 5 yil muddatli 2 yil imtiyozli davr. Kimlarga beriladi? Tartibi xuddi shunaqa. Demak, o'zi band qilgan oxirgi 2 oy davomida rasmiy daromadga ega bo'lmagan fuqarolarga beriladi. Endi 4-chi yo'nalishimiz. Hozir aytib o'tib ketdi,